Ha, qara. Nima bo'lganda ham zo'r kino bo'ldi. Gapirsa bo'ladi. Qanday? Boshlading? 907 bilan tugar. Bolla Realni qo'lida bor hamda. Oxirigacha ishonish kerak Realga. Rozdan ashobgani. Qarachi, Real Madrid 2025-yilda yopib bordi. Lekin bundoq qarasa har bitta zadaniyada kimdir bitta chichib chiqdi-da, to'g'risi. Hozir men bitta oxirgi zadaniyada sanlar chichib yording ham deb bo'lmaydi. Undoqning ichida mana bular para chichdi. Shuning uchun mayli. Lekin bundoq qarasa, bu 2025 yopilishimi mana shu video bilan El Clasico tarixiga tushadigan bo'lsak, El Clasico bu 5-chisi. Umumiy hisob 3-2 Barsa. 2025-yili Barsa YouTube. Sen chinnimisan? Barsa Real challenge'lar 3-2. Kimdir bildirmadingmi? Ustiga o'yinchilar qatnashmadi. Bermaymiz golni. Vallahi yil oxirgi videosini tugatishdan oldin bundan oldingi ikkita konkursni eslatib o'taman. Mana shu silkaga o'tinglar. Bittagina Telegram kanaliga obuna bo'lsanglar, yilni boshidayoq уже obunachilar plus Unlimited Boys El Clasico qilishimiz mumkin. Juda katta prizovoy pulga o'zinglar eshitdinglar. Undan tashqari mana shu rolikka o'zingiz fikringizni kommentda yozib qoldiring va 3 kun ichida kimni kommentda eng ko'p like qilsa, o'shanga 300 ming, может, pulimiz ko'payib ketib 500 ming tashlab yuborarmiz. Ortiqcha gap so'zsiz, dasturli g'alaba bilan Real Madridni tabriklasak bo'ladi. Mana 30 million so'm. Bolalar 2025-yil oxirgi roliga davайте rekord urib beringlar. 50 ming like bir hafta ichida. Bilmadim bu mumkinmi yo'qmi? Bir hafta ichida 50 ming like sizlardan kutamiz va bu yil xayrlashyapmiz. Keyingi yil ko'rishguncha hammaga